Men hali sizlarni sindiraman. Sizlardan ham arzon sotaman, ko'rasizlar. Stiklodimni tekinga bosaman. Shu magazin sindirish kerakmi? Shu magazin sindirish kerak bo'lyapti aka. Bo'ldi, men ikkinchi etajini ustaxona qilaman. Sen pastda stiklo bosasan. Bo'ldi, unda ashna qilaylik. Sog'ib, menga stiklo bosib bering. Bosamiz. Gaz siklosini ekan-u. Telefon ham ishlamay qolibdi. Aka, nima deyapsiz? Tevaga chiq deyapman. Tevada ustaxona bor, ashaq olib chiqasan. Keling sen. Aka, bu telefoningiz siklo bo'syapti, buzib qo'yishdi. Qarab bering. Hozir qarab beramiz. Usta, bo'ling endi. Bo'lmay ekan. Bering. Odam bo'lsak. Nima qildim? Akalar, iStore'ning ikkinchi etaji remont xona bo'lib qoldi. Ya'ni bu yerda nima remont qiladi? Telefonlarimizni, kompyuterlarimizni, planshetlarimizni remont qildirish kerak bo'ladigan bo'lsa, kelaverasizlar. Ofitsialni Mashta akamiz sizlarning xizmatinglarda bo'ladi. 24 ga 7 zvonok olib, o'zingizlar so'rab, nima qilsa qilaveradi akama. Hamisha xizmatinglardamiz, kelaverasizlar.